65 mingga Rudey ko'chasidan ikkinchi qavatda 3 xonali evra remont qilingan kvartiramiz sotuvga chiqqan. Bizlar hozir shinamgina mehmonxona turibmiz. Ko'rishlaringizdek devorlar atachanta qilingan, chiroyli qilib lustra qo'yganlar. Bitta baho beringlar. Televizor bor, parda ilingan, gilam to'shalgan do'stlar. Ana endi bitta boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana shunaqa bizlarda prixoja qismi bo'lyapti. Mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda ham kuxonniy garnitura, stиральный mashinka, xolodilnik, gazli plita, vытяжкалар o'rnatilgan. Yana kvartiramizda mana shunaqa ikkita razini sanuzl joylashgan. Kvartiramizning kadastri bor. Bir kunda ishda farz qila olishingiz mumkin. Bu yerda ikkinchi sanuzl bo'lyapti. Bu yerda prixoja mebel o'rnatganlar. Mana bu yerda esa bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi va oxirgi xonamiz bu bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasida ham ikkita kravat, pisimli stol o'rnatilgan. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot narxlari bilan pastda bo'ladi. Vizual tanishlarga borib qo'yish esda chiqmasin. Ko'rishguncha.